Dadağının puli. 1, 2, 5, 9, 12, 15, 18, hatta 20. Bu san sıfırlar hammamizga intayin tunish albatta. Çünkü 1 yaşdan 18 yaşgacha dadimiz jafo tortib topgan pulni biz rohat surib xashlaymiz emasmi? Odam 15 yoshga kirgandan keyin oqqarni farq eta oladigan, o'zining ninni o'z tepib yeyalaydigan bo'ldi. Yurak dal mushu vaqtda og'riydi qarindoshlarım. O'zining ninni o'z tepib yeyalaydigan turibmi, yana dadisining pulni xashlashdan bekrak uyatish bo'lmas kerak. Xo'sh, oldi bilan dunyodagi barliq mehribon dadalarning ajriga barakat tilayman. To'g'ri, biz 15 yoshga kirguncha dadimizning bizga pul berishi, bizni beqish mas'uliyati bor. Uningdan keyin cho'q erinashlarim, biz yana xashlamdiq. Biz qachongacha xashlaymiz? Pul topqichimi yoki o'lguchimi? Biz xashligili keldikmi? Bu savollar her bir erkek o'ylanishga tegishli savollar. Odam 15 yoshdan 20 yoshgacha o'zini isbotlaydigan vaqt. U vaqtdan keyin yo dadisining pulni xashlaydigan bo'ladi, yo dadisi bolasining pulni xashlaydigan bo'ladi. Chunki haqiqiy bir erkak 20 yoshga kirguncha o'rganishga tegishli jiq narsani o'rganib, yo mukammal bir erkak bo'ladi, yo dadisining pulni davomli xashlayveradigan ermak bo'ladi. Albatta, o'zining mehnat ajriga tayinib, jafo chekib o'zining pulni xashlaganlarni erkak deymiz. Davomli dadisining pulni buzib chechib, dadisi necha ming odamning oldida zarlinib, necha ming odamga muhtoj bo'lib topgan pulni noinoqlarga erkilatib xashlaganni ermak hayvon deymiz. Chunki ular bu dunyoga yegili, ishkili, o'ynatqili kelgan emasmi? Lekin afsus, Mo'zayning yugurishi samalliqcha. Dadisining pulni davomli, yana davomli xashlayotgan ermaklar. Sizlardan bir savol so'rab boqay. Sizlarning dadanglar 200 yil umr ko'ramdi? Albatta, sen dadangning 200 yil umr ko'rishini umid qilasan. Chunki sen dadangdan ayrilsang, hech qilolmaydigan ermak hayvon tursang, senden ko'chadagi lolmi ish yaxshi. Çünkü tilab bo'lsa o'zining g'ajilaydigani so'ngkin topa oladi. Sencho inson, sencho. Yo'q, inson qiyofati kirib olgan hayvon. Sende vicdan yo'q. Dadang seni yo'qsizligini tortmasin, men ko'rgan kunni ko'rmasin deb 8 soat ishlagan o'rniga 16 soat ishlab, eshikning oldiga kelganda peshonasidan oqqan terni seni ko'rib qolmasin deb aytib ishkin chiqadi. Sen shularni o'yildingmi? Yo'q. O'ylash tugul ishdim, chekdim. Rangli chiroqlar ostida buzib chashdim. Lekin dadangga bir eg'iz dada jafo chekdim demadi. Endi sendan so'rab boqay. Sen erkakmikansan, ermak hayvonmikansan? Senda vijdon bormikan? Ey inson. Sen degan inson. İbay deganlarimni ko'nglingga olgan bo'lsang, mendan ranjima. Sen degan bir erkak. Chunki sen bu dunyoga erkak deb yaralgan. Lekin ba'zan qiliqlaringni tuzatsang bo'ladi. O'z kuchingga tayinib, dadangning jafosini ozroq bo'lsa-mi yengillat. Ularga o'zingning cho'ng bo'lganligini bildirib qo'y. Ular sendan ayrilishdan burun ularni rozi qilib ol. Chunki hammamiz bu dunyoga mehmon. Bu dunyodan hamon bir kun ayrilamiz. Öz taqdirini o'zing belgilaydigan haqiqiy bir erkak bo'l. O'zingning hamon bir kuni dadi bo'lganligingni unutib qolma. Pul xajla. Chunki pul xajlash bilan ba'zan ishlarni isbot qilolmaydi. Pul xajlagan odamning hammani askiydiga olmaydi. Ammo yaxshi xajla. Chunki bu degan dadangning puli.